Assalomu alaykum. Men Jizzax davlat pedagogika universiteti pedagogika psixologiya va inklyuziv ta'lim fakulteti talabasi Berdimurodova Dilobarman. Bugun biz asosan tarbiyaviy ishlar maxsus metodikasi haqida gaplashamiz. Ya'ni maxsus ta'limda guruh tarbiyachisining faoliyati ko'p qirraliligi va sermazmun ekanligi haqida gaplashamiz. Demak, rejalarimiz quyidagilardan iborat. Maxsus ta'lim muassasasida guruh tarbiyachisining o'rni va vazifalari. Tarbiyachining ta'lim jarayonida olib boradigan ko'p qirrali faoliyat turlari haqida. Guruh tarbiyachisi faoliyatining samaradorligini oshirishdagi omillar haqida gaplashamiz. Demak, maxsus ta'lim muassasasida guruh tarbiyachisi bolalarning kundalik hayoti, ta'lim tarbiyasi va ijtimoiy moslashuvi uchun mas'ul bo'lgan asosiy mutaxassislardan biridir. U pedagogik jarayonni tashkil etishda markaziy o'rin tutadi. Qisqa qilib aytadigan bo'lsak, maxsus ta'lim muassasasida guruh tarbiyachisining bola bilan kun davomida bevosita muloqotda bo'lishi, ularning yoshiga, rivojlanish darajasiga va nuqson turiga mos sharoitlarni yaratishi, tarbiyachi bolalarning o'qish, o'ynash, o'ziga xizmat qilish ko'nikmalarini shakllantirishga ko'maklashadi. Ularning emotsional holatini kuzatadi, ruhiy barqarorligini qo'llab-quvvatlaydi. Shuningdek, tarbiyachi pedagoglar logoped, psixolog va defektolog bilan hamkorlikda bola rivojlanishidagi individual ehtiyojlarni hisobga olgan holda tarbiyaviy hamda tuzatish, rivojlantirish ishlarini olib boradi. Ularning faoliyati bolalarning mustaqilligini oshirish, ijtimoiy hayotga moslashtirish va ta'lim jarayonini muvaffaqiyatga erishishga bevosita ta'sir ko'rsatadi. Demak, asosan biz kuzatib o'tamizki, dars jarayonida bolalarga ta'lim tarbiya berish bilan birgalikda ko'p qirrali faoliyat, ya'ni bolalarning har tomonlama rivojlanishini ta'minlashga qaratilgan bo'lib, quyidagi yo'nalishlarni o'z ichiga oladi. Bularga nimalar kiradi? Ya'ni bularga ta'limiy faoliyat, tarbiyaviy faoliyat, ijtimoiy moslashuvchi va tuzatish, rivojlantirish ishlarini ham olishimiz mumkin. Ta'limiy faoliyatga asosan tarbiyachi bolalarga kundalik bilim va ko'nikmalarni o'rgatadi. Mashg'ulotlar jarayonida ularni faol ishtirok etishga undaydi. Mustaqil fikrlash va amaliy malakalarni oshiradi. Tarbiyaviy ishlarga esa bolalarga odob, axloq, madaniyat, xulq, muloqot ko'nikmalarini, jamoa bilan ishlash malakalarini shakllantiradi. Shaxsiy gigiyena, tartib, intizom va mas'uliyatni o'rgatadi. Ijtimoiy moslashtiruvchi ishlarga esa bolalarni real hayot sharoitlariga moslashtirish, kundalik turmush ko'nikmalarini mustahkamlash, jamoa ishida o'zini tutishi, muloqot qilishi va mustaqil harakatlanish malakalarini rivojlantirishga yordam beradi. Bu bolalar uchun juda ham muhim davrdan biri bo'lib sanaladi. Tuzatish va rivojlantirish ishlariga defektolog, logoped, psixolog, ota-ona hamkorligida har bir bolaning rivojlanishidagi kamchiliklarni kamaytirish, nutqda mayda va yirik motorika, idrok va tafakkurni rivojlantirish bo'yicha mashg'ulotlar tashkil etish. Guruh tarbiyachisi faoliyatining samaradorligini oshirish bir necha muhim omillar orqali ta'minlanadi. Individual yondashuv har bir bolaning yoshiga, rivojlanish darajasiga, qiziqishlari va ehtiyojlariga qarab alohida yondashish tarbiyachining ishini samarali qiladi. Bu usul bola rivojlanishini tezlashtiradi va uning o'ziga bo'lgan ishonchini oshiradi. Mutaxassislar bilan hamkorlik, ya'ni logoped, defektolog, psixolog, shifokor va o'qituvchilar bilan muntazam hamkorlik qilish tarbiyaviy va tuzatish jarayonini yanada sifatli qiladi. Birgalikda rejalashtirilgan ishlar har bir bolaning muammosini aniqlash va to'g'ri yo'l bilan bartaraf etish uchun yordam beradi. Bundan tashqari, ishlash jarayonida ota-onalar bilan ishlash ham muhim. Oilaviy muhitni o'rganish, ota-onalarga pedagog maslahat berish, ularni korreksion jarayonga jalb qilish tarbiyachining natijadorligini sezilarli oshiradi. Ota-ona va tarbiyachi hamkorligida bola rivoji yanada barqaror bo'ladi. Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, ta'lim jarayonida mutaxassisning o'zining ishining qanchalik ustasi ekanligi bolaning rivojlanishidan ham ko'rishimiz mumkin. Pedagog qanchalik o'z ustida mukammal darajada ishlab, bola bilan birgalikda va ota-ona bilan
psixolog, pedagoglar bilan birgalikda, logopedlar bilan birgalikda hamkorlik ishini yaxshi tuza olsa, demak boladagi o'zgarishlarni ketma-ketligini, ya'ni korreksion ish tizimini ham yaxshiroq amalga oshirib boradi. Xulosa o'rnida aytadigan bo'lsak, maxsus ta'lim muassasasida guruh tarbiyachi faoliyati bolalarning har tomonlama rivojlanishida hal qiluvchi ahamiyatga egadir. Uning kundalik pedagog jarayonni boshqarish, tarbiyaviy ishlarni olib borishi, shuningdek tuzatish va rivojlantiruvchi mashg'ulotlarda faol ishtiroki bolalarning bilim, ko'nikma va ijtimoiy moslashuv darajasining oshishiga xizmat qiladi. Tarbiyachining ishining ko'p qirraliligi ta'limiy, tarbiyaviy, korreksion va ijtimoiy yo'nalishlarning uyg'unlashuvi bilan belgilanadi. Faoliyat samaradorligi esa tarbiyachining bolalarga individual yondashuvi, mutaxassislar bilan hamkorlik qilishi va ota-onalarning jarayonga jalb etilishi orqali kuchayadi. Ana shu omillar mavjud bo'lganda maxsus ehtiyojli bolalar rivojlanishi yanada tezroq, barqaror va sifatli kechadi. Shu bois guruh tarbiyachisi maxsus ta'lim tizimida nafaqat tarbiyachi, balki bolalarning hayoti, kelajagini shakllantiruvchi asosiy shaxs sifatida muhim o'rin tutadi. Pedagoglar asosan bola bilan etapma-etap ishlash tizimini qanchalik yaxshi rivojlantirgan bo'lsa, bola bilan birinchi o'rinda emotsional kontaktni yaxshi rivojlantirib olgan va bolalar bilan ishlash jarayonida o'zining yetarlicha ish qurollariga ega bo'lganda, bolalar bilan ishlash tizimi yaxshiroq va tezroq amalga oshadi. Bolalardagi bo'layotgan o'zgarishlarni kun sayin tez ularning holidan xabar olgan holatda eskisini yangisiga taqqoslagan holatda amalga oshirilsa, bolalardagi o'zgarishlarni samaradorligini osondan murakkabga bo'lgan ish tizimi jarayonida o'zgartiradigan bo'lsa, bunda bolalardagi o'sha maxsus ta'limda ham bolalarda ham o'sha o'qishga bo'lgan, ta'limga bo'lgan ehtiyojlarini qondirish va ularni ta'limga jalb qilish, nutqini rivojlantirish va ularning nuqsonidan kelib chiqqan holdagi nuqsonni tezroq bartaraf etish va korreksion yo'llarini ko'proq olib boradi. Demak, biz pedagoglar o'z ustimizda mustahkam darajada ishlashimiz va o'z bilimlarimizni har doim yangilab turishimiz bu bolalar bilan ishlash jarayonida korreksion ish tizimini tezroq amalga oshishi uchun foydali sanaladi. E'tiboringiz uchun rahmat. Bugungi mavzuyimiz shu ma'lumotlardan iborat edi.